Ha, men traktor savdo kanali nomini o'zgartirdim. Qanaqa nom? Texnika bozorim degan kanal. Nega texnika bozorim? Chunki aynan traktor emas, hamma texnikalarni chiqarishga qaror qildim. Hamma texnikalar deganda nima nazarda tutyapsan? Hamma texnikalar deganda mayda mashina, katta mashina hammasini nazarda tutyapman batafsil videoda. Assalomu alaykum mening qadri baland qadrdonlarim, sizlarni yana bir bor Traktor savdo kanalida ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Jigarlar, bizda ajoyib yangilik traktorimiz haqida ma'lumot berishdan oldin bu yangilikni aytmasam bo'lmaydi. Biz kanal nomini o'zgartirishga qaror qildik va o'zgartirdik ham. Kanal nomi bugundan boshlab Texnika bozorim degan kanal. Ko'pchilik savol berishi mumkin. Aynan nega Texnika bozor deb? Do'stlar, batafsil tushuntiraman. Bir donaga like bosib, fikringizni izohlarda qoldiring. Kimgadir ma'qul, kimgadir ma'qul emas bo'lishi mumkin, lekin menimcha izohlarda hammaga ma'lumki, yaxshi nom bo'lishi kerak deb o'ylayman. Chunki ko'pchilik har xil nomlar taklif qilibdi. Shunga nisbatan Texnika bozorim degan qarorga keldim do'stlar. Nima sababdan Texnika bozorim? Biz faqat traktor chiqarmoqchi emasmiz. Eski traktor, yangi traktor, mayda mashinadan tortib katta mashinagacha, ya'ni suv moshin bo'ladimi, KAMAZ bo'ladimi, Isuzu bo'ladimi, kombayn bo'ladimi va hokazo mikserlar bo'ladimi, qanaqa xizmat bo'lsa, pullik, Chisel, Belarus traktor, MTZ, Damas, Gentra, Cobalt hammasini yo'lga qo'ymoqchimiz. Ko'pchilik akalarimiz moshinlardan tashladilar. Aka, mana shu mashina 06 tushibdi, 07, bir ikkita Damas'lar, bir ikkita Cobalt, Gentra'lar ham kelibdi bizga. Aka, reklama qilib bering, reklama qilib bering deb. Do'stlar, biz alohida Moshin bozor degan kanal ochmoqchi edik, lekin shunga qo'yishga qaror qildik. Yana fikringizni izohlarda qoldirib keting. Imkon qadar qo'yganimda tez-tez gapirishga harakat qilaman, lekin bu tushuntirish uchun sizlarga ko'proq gapirayotgan bo'lishim mumkin. Lekin do'stlar, fikringizni izohlarda qoldirib ketsangiz menga ham, sizga ham foyda deb o'ylayman. Chunki biz nomni qaytarib ham qo'yishimiz mumkin, lekin kengaytirmoqchimiz kanalni. Shunga fikringizni izohlarda qoldiring. Xo'p, do'stlar, bizda bori shu, traktor lizing sotiladi deb akamiz tashlabdilar. Narxini aytsam, narxi bang'illatadigan narx do'stlar, ya'ni aytmoqchi bo'lganim traktorga nisbatan yaxshi narx, lekin qimmatlik qilishi mumkin ba'zilarga, lekin traktor o'zi 210 ot kuchga ega ekan. Yepingi traktor, hech qanday ma'lumot berish kerak emas bu vaqtda. Nomerlar mana shu ekraningizdagi telefon raqamlariga telefon qilib batafsil ma'lumotni xohlagancha olishingiz mumkin. 4 avvalo yangi motor, korobka, umuman gap yo'q. Narxini aytishdan oldin bir donaga like bosing. Narxini akamiz 600 200 deb atashibman, uzr do'stlar. 650 million deb qoldiriblar do'stlar. Batafsil nomerda. Biz esa davom etamiz jigarlar. Do'stlar, bizda texnikalarimiz hali ko'p, hali hammasi oldinda. Xo'p jigarlar, traktor 504 kabinali 50 ot kuchi 4x4 yangi. Narxini aytishdan oldin bir dona like bosing. Mana bu holatlari va bu holatlarni ham bitta ko'rib qo'yishingiz mumkin. Do'stlar, bu haqida ma'lumot beradigan bo'lsam, narx albatta oxirida aytaman. Ungacha like bosib, podpisatsiya bosib qo'ying. Bunga tavsiya berib o'tib ketamiz. Yangi 504 modeli mini traktor sotuvda debdi. Qishloq xo'jaligi va tomorqa ishlari uchun kuchli va ishonchli texnika dizel dvigatel deb akamiz qoldirdi. 50 ot kuchi, 4x4 tortish oldi yetakchi, kabinali gidravlika mavjud, puluk freza siyalkaga mos, omborda yangi holatda, yer haydash, ekish, yuk tashish va boshqa xo'jalik ishlari uchun juda qulay deb akamiz qoldiribdi do'stlar. Ekran yuziga 3000 telefon raqamlarini qoldirdik. Bemalol aloqaga chiqib, hamma ma'lumotlarni olishingiz mumkin do'stlar. Biz esa albatta davom etamiz doimgidek. Aka, shu Buxorodan traktor bo'lsa reklama qiling. Yili ham yaxshi, narxi ham endi arzonidan bo'lsin degan akalarimiz uchun ajoyib shedevr traktorimiz keldi mana do'stlar. Siz izlayotgan traktor. Oramizda buxorolik akalarimiz bormi? Izohlarda qoldirib keting bor deb. Yana yangi Buxorodan traktor texnikalar chiqarishda davom etamiz do'stlar. Bu traktor haqida ma'lumot berishdan oldin mana bu motor qismini ham bitta ko'rib qo'yinglar. Mana do'stlar. Xo'p do'stlar, Buxorodan akamiz yozibdilar. Tetiz Sakson sotiladi. Shu traktor aytgandek Buxoroda yili 2012-yil ekan. Narxini aytishdan oldin bir donaga like bosib qo'ying. Akamiz yilini pulini 45 million so'm deb qoldiribdilar. Albatta mana shu ekraningizda ko'rib turgan 9388 raqamlariga telefon qilishingiz mumkin. Qolgan hamma ma'lumotni olishingiz mumkin do'stlar.
Savdoga admin javobgar emas, chunki savdoni o'zingiz qilib olasiz do'stlar. Xo'p do'stlar, bu haqda ma'lumotimiz bor shu, dokumenti ham bor deb akamiz qoldiribdi. Bir donagan layk bosib qo'ying. Biz esa do'stlar, albatta doimgidek davom etamiz. Aka, shu Buxorodan ham ko'rsatdingiz, bitta Surxondaryo traktorlaridan ham ko'rsating deganlarga ajoyib traktordan shedevr deydi-yu. Xo'p do'stlar, sirdaryolik akamiz qoldiribdilar. Traktorimiz shu ahvolda, ya'ni yomon ahvolda demaymiz. Qarang do'stlar, motor qismini ham ko'rib qo'ying. Bizda asosiysi motor, traktor holati bilan ishimiz yo'q desak ham bo'ladi. Mana bu motor qismi. Xo'p do'stlar, bu haqda ma'lumot beradigan bo'lsam, MTZ-80 sotiladi deb akamiz qoldiribdi. Mana orqa tarafdan ko'rinishi. MTZ-80 sotiladi. Motor, korobka zo'r, xarajati yo'q, ishga tayyor, bir kalitda tars etib oladigan traktor deb qoldiribdi akamiz albatta. Bu qismini ham bitta ko'rib qo'yinglar. Xo'p do'stlar, 15 diska, balon, stator, akkumulyator cho'tka holatda deb qoldiribdi. Narxini aytishdan oldin bir dona laykni tars etib bosib qo'ying. Oramizda surxondaryolik akalarimiz bormi? Qani komment bang'illatib tashlanglar-chi. Buxorodan bo'ldi, Surxondaryodan bo'ldi, yana qayerni traktorlardan bo'lsin, buni ham izohlarda fikringizni qoldirib keting. Xo'p do'stlar, narxini aytsam 37 million deb akamiz qoldiribdilar. Albatta mana shu ekran yuzida ko'rib turgan 0092 telefon raqamlariga telefon qilib aloqaga chiqishingiz mumkin do'stlar. Savdoga doim aytgandek admin javobgar emas, biz esa davom etamiz. Aka, Buxorodan traktor chiqardingiz, Surxondaryodan traktor chiqardingiz. Albatta, Xorazmdan ham chiqaring deydigan akalarimiz uchun Xorazmdan MTZ-80 dodasi o'zi ham. Qani laykni bang'illatib kommentariyada izohlarni qoldiringlar. Xorazmlik akalarimiz bormi oramizda? Xo'p do'stlar, endi bu bilan aytmoqchi bo'lganim bir odam ajratish emas, prosto endi videoda bo'lib ketyapti, gap kelganda aytyapman, qiziq bo'lsin video ham deb. Xo'p do'stlar, kimga yoqadi, kimga yoqmaydi bilmadim. Biz esa traktor haqida ma'lumot berishda davom etamiz. MTZ-80 sotiladi. 1992-yil ishlab turgan traktor, kultivator, chizil, plug, pritsep bor. Narxini aytishdan oldin bir donagina laykni taq etib bosing. Men esa narxini aytadigan bo'lsam 80 million deb akamiz qoldiribdilar. Yana bitta variant akamizdan 80 million deb qoldiribdi. Albatta kelishamiz debdilar. Agar alohida olmoqchi bo'lsangiz, alohida ham sotiladi deb akamiz qoldiribdilar. Ya'ni o'sha kultivator, chizil, pluglar, pritseplarni olmasa alohida ham berib yuborar ekanlar akamiz. Xo'p do'stlar, hujjatlari bor deb qoldiribdi. Mana shu ekran yuzida ko'rib turgan 58-55 telefon raqamlariga telefon qilib ma'lumot olishingiz mumkin. Doimgidek savdoga admin javobgar emas, buni o'zingiz bilasiz. Biz esa davom etamiz. Do'stlar, hammangiz yaxshi bilasiz. Biz Traktor bozor kanalini yanada kengaytirish uchun texnika bozorim deb qo'ydik. Bizda hamma texnikalar bor deb video davomida aytib o'tdim. Akamiz yozibdilar 2106 sotiladi deb. 1985-yil, kuzovida ishi yo'q, motor 0307, antifrizda, temir gaz balon 80 talik, salonlar yaxshi. Pulini aytishdan oldin bir donagina layk bosib qo'ying, 10 millionga berib yuboraman deb qoldiribdi do'stlar. Mana shu ekraningizda ko'rib turgan 0717 raqamlarga telefon qilib ma'lumot olishingiz mumkin do'stlar. Shu orada bitta narsani aytib ketay. Bizda endi yangi texnikalar chiqadi. Dayvo bo'ladimi, traktor bo'ladimi, farqi yo'q do'stlar. Bemalol Telegramda yozishingiz mumkin. Telegram manzilimiz albatta kanal opsiyasida turibdi. Chiganlar shu gap, biz esa davom etamiz. Do'stlar, bu traktor haqida ma'lumot berishdan oldin bitta narsani aytib o'tib ketay. Siz traktorni holatini bitta ko'rib turing. Xo'p do'stlar, biz Traktor savdo kanalini bilasiz, texnika savdo deb o'zgartirdik. Boya yuqorida 2006 ni reklama qildik. Bizga takliflar tushyapti, Damas tushyapti, 2006 tushyapti, Cobalt Gentra tushyapti. Va hokazo suv moshin, yana qanaqa moshin, kombayn, ekskavator, shunaqa texnikalarimiz tushyapti. Biz shularni reklama qilish uchun auditoriyani kengaytirishimiz kerak. Buning uchun albatta sizning yordamingiz kerak. Fikrlarda izohlaringizni qoldiring, layk bosing, podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Shu bilan ozgina bo'lsa ham iltimos qilamiz, mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz do'stlar.
Bunisini menimcha, albatta tushunganingizga umiddaman. Xo'p do'stlar, traktor sotiladi ekan. Bu mana bu holatni ham bitta ko'rib o'ting. Xo'p, bu haqida ma'lumot bersamgina tushunib olasiz do'stlar. Qanaqa ma'lumot bor? Ma'lumot do'stlar, traktor sotiladi deb akamiz qoldirgan ekan. MTZ-80X degan traktor rusumi, dokumentlari hammasi joyida, hech qanday dokumentda muammo yo'q deb akamiz qoldiribdi. Yoniga plug, chizil, mola, karchopka, kultivatsiya, zapas motor ham bor debdi. Hattoki zapas motorgacha qo'shib berar ekan. Do'stlar, ajoyib variant. Eng qizig'i, narxiga keldik. Narxini aytishdan oldin bir donga like bosib qo'ying. Akamiz narxini 36 million, atiga 36 million so'm deb qoldiribdi. Mana bu holatini ham bitta ko'rib qo'ying menimcha. Albatta sizga kerak bo'ladi. Xo'p do'stlar, 1797 telefon raqam, mana shu ekran yuzidagi telefon raqamiga telefon qilishingiz mumkin. Albatta, savdoga admin javobgar emas. Buni o'zingiz tushunasiz. Biz esa davom etamiz.